Germaniyadagi turk qo'shnimiz Abladan turkcha go'zlama retseptini o'rgandim. Go'zlamamizni xamirini tayyorlab olish uchun bir kosa tuzli suvga yarim cho'mich pista yog'ini solib olamiz va undan yumshoqqina qilib xamir qilib olamiz. Xamirimizni tindirishga olib qo'yib, tim bo'lganidan keyin ko'rsatilgandagi shaklda zuvalachiligi bo'lib olamiz. Zuvalachiligi bo'lib olgan xamirlarimizni tindirishga olib qo'yamiz. Ungacha biz nachinkasini tayyorlaymiz. 3 ta mayda to'ralgan piyozimizni yarim cho'mich yog'da oltin tusga kirgungacha qovurib olamiz. Qovurib olgan piyozimizni sovitishga olib qo'yib, bir bog' ko'k piyoz va yarim kilo shpinatimizni mayda qilib to'g'rab olamiz. Sovigan piyozimizni yaxshi eriydigan mozzarella sirini, tuz va murch solib, nachinkamizni chiroyli holatga keltirib olamiz. Xamirimizni o'ngdan chapdan aylantirib, dumaloq shaklda yoyib olamiz va uni yarim oyizmon shaklida nachinkasini solib, chetlarini yaxshilab bosib olamiz. Qushtalar tayyorlaydigan chetlariga jay pichog'im yo'qligi uchun vilkadan oddiy foydalanib qo'ya qoldim. Ana endi tovamizni qizdirib, o'rta olovda go'zlamalarimizni pishirib olamiz. Issiqdan xamirlari ishib ketganda ustini bosib turilsa, go'zlamani ichlari juda ham sochli bo'lib chiqar ekan. Pishib chiqqandan keyin issiqligida sariyog' surib, 15-20 minutga o'rab qo'yiladi. Bu original retseptga bitta like bosib, Turkiyaga sayohat qilmasanglar bo'lmaydi endi.